Hadi yaxshi o'tirib. Iya, qayerga ketyapsiz? Muqaddas xo'nga ovqat olib kirib ketayotgandim. Qornilari ochib ketgandir. Mamdo menga bering-da. Men pilani olib pastga qarang. Men o'zim olib kiraman. Chaqaloqni ko'rmoqchi edim onajon. Ulgurasiz hali ko'rishga. Xo'p, Hop, boring ishingizni qiling. Voy, balo bormi? Kirib bolani oldiga. Tug'mas balo. Oldin bitta qotirib tug'ib qo'y. Onasi, tinchlikmi o'zi nima bo'lyapti? Adasi, tinchlik, hammasi yaxshi. Kenaya, onam xarakterlarini bilasiz-ku. E'tibor bermang, irim-sirim qilyaptilar-da. Alloh nasib qilib xudo xolisa aka sizga ham zo'r farzandli beradi. Yuring, ana shu hal qolinglar. Voy oyijon, ora bo'psiz-da. Menga qarang. Men bu ovqatlanib oling-da oldin. Keyin pastga tushib mehmonlar ketyapti. Hamma yoni chinni o'chiroq qiling. Idishda bola ham qolmasin, xo'pmi? Mehmon kelmagandek qilib qo'ying. Uch ko'radim deyotganingiz ham yetadi. Jay yalpib yotib biz ham tuqqanmiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p, anaqa 40 kun doktor chilla saqlayin debdi. Voy muqaddas, o'zi yaqinda tuqqan bo'lsangiz, nima qilib muzdek suvda yuvyapsiz? Boring bolangizga qarang, men o'zim qilaman. Voy rahmat, opajon, lekin oyijon qarash boring duvdilar. Men o'zim qila olaman. Siz chiqib ko'ring. Rahmat. Nodiraxon, turib suv choy damlab keling. Turing. Voy opajon, to'xtang. Siz ushlab turing bolani. Charchadingiz o'zi kun bo'yi ish qildingiz. Men damlab kelaman choyni. Voy, menga qarang, oling bolani. O'zlari damlab keladilar. Bolani o'zingiz ko'tarib o'tiring. Turing, choyingizni olib keling. Menga qarang, bolangizni o'zingiz ko'tarib o'tiring. Hadeb o'sinizga beravermang. Oyi, nima unaqa deysiz? Ko'ngliga tegadi ham demaysiz ekanaymi? Ayolimni ham qarang, ishlab xizmatingizni qilib yuribdi. O'zi operatsiya bo'lgan. Aralashma. Nima aralashmayman? Alloh tomonidan berilgan omonat-ku bizga, ona. Bizni asramasu, siz bunaqa muomala qiladigan bo'lsangiz, bu sizga bunaqa zulm qilmaganlar-ku. Men sizni hech bunaqa qaynona bo'lasiz deb umuman o'ylamagandim, ona. Ertaga savol javob bor bu narsani ham. O'ylab gapirmang gapingni. Ukam, onamga nima muomala qilsa? Kenamga qarang, qilayotgan muomalalarni. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u bizning onamiz. Hech qachon bunaqa muomala qilmagan. Xo'p.